Yer rostdan yassimi yoki shaxsimi? Keling, matematika yordamida buni sizga tushuntirib beraman. Miloddan avval Eratosfen Yerning dumaloqligini soya burchagi orqali isbotladi. Tajribada u bir vaqtning o'zida ikki shaharda soya uzunligini o'lchadi. Asfon shahri va Aleksandriya shahrida. Asfon shahrida quyosh tepada bo'lgan va unda soya yo'q. Aleksandriya shahrida esa soya bor va bu soyaning burchagi taxminan 7,2 gradusga teng. Demak, Yer yoysimon. Demak, matematik mantiq. 7,2 gradusni 360 gradusga bo'lsak, Yer aylanmasining 50 dan 1 qismi. Ikki shahar orasidagi masofa 800 kilometrni tashkil etgan bo'lsa, bu Yer aylanmasining 50 dan 1 qismiga teng. Umumiy Yer aylanasining uzunligi esa 40 ming kilometrni tashkil etadi. Agar Yer yassi bo'lganda edi, ikkala shaharda ham quyosh burchagi bir xil bo'lishi kerak edi. Ikkinchi usul kemalarning ufqda yo'qolishi. Kemani uzoqdan kuzatganda avval pastki korpus qismi, keyin esa ustki qismi yo'qolib boradi. Agar Yer yassi bo'lganda esa u borgan sari kichrayib borishi kerak edi, pastdan yo'qolib ketmas edi. Bu geometrik sirt egri bo'lganligini ko'rsatadi. Uchinchi usul turli joylarda turli yulduzlar ko'rinadi. Masalan, shimolda qutb yulduzi balandroq ko'rinadi, janubiy yarim sharda esa umuman ko'rinmaydi. Bu holat matematikada sferik geometriya bilan tushuniladi. Yer sharsimon, obuna bo'lib qo'ying.